soat binosi. Mana kelganda Mualla qabristoniga Hadicha onamiz roziyallohu anhu qabrlari ham shu yerda ekan. Ziyorat qilamiz, Qur'on tilovat qilamiz inshaalloh. Ularda qabriston tekis bo'lar ekan. Qabriston deymiz. Ha. Bular tekis bo'lar ekan. Buni urishatga ana. O'shandan ko'rinadi. Hozir mana bu odamlar aylanib nariyog'iga o'tsak, rosa ro'parasidan chiqamiz. O'taylik o'sha yoqqa. Hozirdan ko'rinmaydi. Eng buyuk musulmonlarning Sayyidina Hadicha radhiyallohu anha qabrlari mana shu yerda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng yaxshi ko'radigan ayollari. Juda ham chaqqon ayol ekan. Hazrati Bibi Hadicha onamiz shu yerda. Shu orqasida Hadicha onamiz qabrlari. yosh farq qiladi. Pastlar nima? Qumoq tosh. Tikka kovlanadi-yu, bizda bunday yorma tikka kovlanadi. Tikka kovlanadi eshitdim. Yo, pastroq. Ko'rganman, pastroq. Kovlanadi, tikka kovlanadi. Kovlanib turib bunchalik o, işte taklab qo'ygan piltalar bor. U tekkaga yo'q, uyilmaydi, o'sha kovlaveradi. Tagiga kovlab ko'mvorar ekan, ustidan yangi mayitni qo'yaveradi. Qabrni kovlab, ochib olib, chuqurroq qilib yana o'zi qabr mana bunday kovlanadi. Tepasi mana shunchalik. 1 metr Bunchalik joyiga Ha. plita qo'yadi. Plita. U ustidan nima tashlanmaydi, turpoq tashlanmaydi. Mana uni ustiga keyin qashayni tashab turib, qashayni ustidan qumni tashlaydi, bo'ldi shu bilan ikkita toshni qo'yib qo'yaveradi. 5 yilga hamma shirkada. 5 yilga chiqmaydi-ku domla. Yo'q. Yo'q. U undan tashqari Makkaning atrofida yana 3 ta katta qabriston bor. O'sha navbatiga qarab qo'yiladi. Aytyapman, Makkadan tashqari yana 3 ta katta qabriston bor. Umraga kelganlar asosan shuhado deyiladi, shahidlar qabristoni. O'sha yerga olib qo'yiladi. Bizdan o'tganlar ham o'sha yoqqa qo'yilgan. O'tgan yillar o'zida qo'yishadimi? Ha? Ota-onasi uydagilarni. Ha. Yetishadimi shu yerda ko'mildi endi sizlarni qarindoshlar? Ha, o'sha rasmlarga olib, joyi, qatori, ularda raqamlari bor. Raqamlarigacha rasmni olib jo'natadi. Endi oilaviy kelgan ro'zada bitta odam o'tib qoldi, biz gruppadan o'sha shahidlar qabristoniga qo'yganmiz. U odam ayoli bilan keluvdi. Biz ketadigan kunga to'g'ri kelib qoldi, biz tashab ketib yuborganmiz odam. Biletlar tayyor. Bugun uchishimiz kerak. Ertaga uchishimiz kerak, bugun kech payti o'tgan. Ertasi kuni biz topshirib ketdik. U o'zi nima dafn qiladigan xodimlar bor. Janoza ham o'qimadingiz. ichida bo'lsa, O'zida o'qiydi. dafn qiladi. Mehmonxonaga tashab ketdik deyapmiz. Janoza hamma odamniki Ka'bada o'qiladi, haramda. Uni biz o'qimaymiz. Olib borib qo'yib o'qib. Qaysi mehmonxonada o'tgan bo'lsa, hammasini haramga olib kelishadi. Mana har namozdan keyin nechta janoza o'qiyapmiz. Ha, alal amvot deydi. As-solatu alal amvot degani 7-8 taga degani. Keyin har yil bitta mayyit bo'lsa, mayyit, alal mayyit deydi. Bitta bo'ladi. Amvot desa ko'pchilik bo'ladi. 3 tadan 10 gacha bo'ladi, 10 tagacha. Va tifl deb qo'yadi. Yosh go'dak ham bor yonida. Alal amvot va tifl deydi. Ana o'shanga qarab duosini o'qiverasiz. Janoza namozida. har yil keyin o'sha qarindoshlar kelishga ruxsat bor ekan-a? Yo'q dedilar. Yo'q, ruxsat hammaga ruxsat bor, farqi yo'q. Vizani aytyapti. Viza ham farqi yo'q. Misol, uningsiz ham misol kim oilaviy misol uyda 15 kishi bo'lsa, 10 kishi bo'lsa, hammasiga ruxsat bor, kelaveradi. Aynan kimnidir nimasi o'tishi. Mana misol siz hech kimingiz o'tmagan keldingiz, sizga hech kim xalaq qilgan. Mayit keldi, viza qilib ekanmi? Mayitga viza. Yo'q, qarindoshlari kelib ko'rishi uchun. Bir yilda bir ziyorat qilishga yo'qmi shunaqa narsa? Mayit yaqinlariga Qachon bo'lsa kelaveradi, unga hech kim bilan. Ha, yo'q. Bepul yo'q unaqa. Hajga katta hajda kelib davlat tomonidan kelganlarga ilgari bo'lar edi. Davlat tomonidan hajga kelib vafot qilib ketgan bo'lsa, uydagilarga bir kishiga ruxsat bepul nima berar edi, pitobga. Davlat tomonidan kelganlar bor-ku, mana hajga keladi. O'shalar u ham yo'q bo'ldi. onasi o'tib qoldi, oldingi yil hajda. Hajda bo'ladi. Kelib turadi. Ha.
yo o'zi kelaveradi. O'z hisobidan kelib Ha, o'zini hisobidan keladi. Adashmasam, Yo'q, u yo'q bo'ldi unga 5 yildan oshdi unga. Yo'q bo'ldi. Bular hammasi xususiy firmalar. Aslida turist viza nimada saytda $30 $30 hamada bor deb hozir shuning uchun kelib Kelaveradi, aytyapman, oilaviy kelib ko'rib ketsa ham bo'laveradi, ziyorat qilib ketsa ham bo'laveradi. Yilni xohlagan paytida kelsa bo'laveradi. Ha, sahobalar ham bor, bitta tobiinlar bor, avliyoullohlar bor. O'sha payg'ambar alayhisalom davrlaridan boshlab hozirgi kunga qadar Makka atrofida Makka ahli, bundan tashqari atrofdan kelgan hojilar hammasi aksariyati endi bu joyga kamdan kam qo'yiladi. Men bir marta guvohi bo'lganman, o'sha yerga dafn qilishgan, o'shanda ko'rib oldim. Qabrda qanaqa ekan deb. Ichida bitta odam bo'yichalik to'lanar ekan, yarim metrdan nimani plitani o'rni bo'lar ekan. Hag'i keyin odamni nashetigacha chuqurlikda odam qo'yiladi, tepasiga plitani bosiladi. Plita. Keyin ustidan qum hashay solinadi. Ustidan qum tashlab tekizlab qo'yilaveradi. Olinadigan bo'lganda o'sha muncha joyga olinadi, o'sha qumni olinadi, plitani ko'tariladi. Boshqa yana aytib kelib ko'maveradi. U necha yilda olinadi endi? U 3 yilda hozir endi mashina chiqib ketadi. ha, olib turing deyapti. o'zimizda yetkazib ruxsat berildi. Местnilari. Qayta ko'rish. Hajji onamiz Payg'ambar alayhisalomning birinchi zavjay mutahharat ummul mu'minin onalarimizdan Payg'ambar alayhisalomga o'zlari oldin o'sha tijorat uchun yollab Shomga 1-2 marta jo'natganlar. Keyin Payg'ambar alayhisalomga o'zlariga yaqin dugonalar orqali o'zlari sovchi qo'ydirib, o'zlari Payg'ambar alayhisalomga zavja bo'lganlar. Bilamiz-a buni. Payg'ambar Hadisha onamiz to'g'risida Payg'ambar alayhisalomning Sallallohu alayhi vasallam. gaplari bor. Imom Buxoriy sahih hadislarda kelgan. Oysha onamiz qachon Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hadisha onamiz to'g'risida gapirsalar, Oysha onamiz g'ashlar keladi. Shunga ishlari tushgan, qattiq burishgan, qattiq egilgan, kampirni eslovurdingizda devorgan ekanlar Oysha onamiz. Gapirib borgan ekanlar. Buni Payg'ambar alayhisalom aytganki, ey Oysha, qavming menga qarshi chiqqan paytda meni yonimda turib iymon keltirgan ayollarning ichida birinchisi bo'lgan Hadisha bo'ladi. Qavming mendan hamma narsani man qilib, meni yo'lga to'sqinlik qilib, islom diniga, shariatga qarshi chiqib turgan paytda butun mol dunyosini sarflab, islom uchun butun mol dunyosini sarflab, meni yonimda turgan Hadisha bo'ladi. Voy bo'lganlar. Va qolaversa, men hamma farzandlarimni Hadishadan ko'rganman deganlarida Oysha onamiz tek o'shandan keyin Oysha onamiz Hadisha onamiz to'g'risida tushib ketdi. So'z aytdi. Necha yoshda o'ladi Oysha onamiz? Oysha onamiz o 80 yoshdan oshgan degan gaplar bor. 80 Oysha onamiz Baqidalar. Baqi qabristoni. Oysha hozir nima deyapsiz? Hadisha onamiz to'g'risida gapiryapmiz. Oysha onamizga nima qilyapsiz? Hadisha onamiz boshqa tarafda Madinada. Hadisha onamiz Baqidalar. Madinada. Bu Hadisha onamiz. Ha, Hadisha onamizni maqomlari shunchalik darajada. Endi ana bu daraxt ko'ryapsizmi? Mana. Bu joylar bor. Orqada xarsang toshlar ko'ryapsizmi? O'shanaqa toshliq joylarda qayga ham o'shanaqa. Misol yerni kovlab turib, misol toshni yo bilan chuqur kovlayman o'sha joylarda. Katta o'shanga xarsanglar chiqadi. Muncha tosh ham chiqmaydi. O'shanaqa xarsanglar yer tagi ham shunaqa, bir xilda. Katta hajmdagi xarsang toshlar. O'sha yerdan joy qilib nimani Hadisha onamizni dafn qilishgan. O'sha xarsang ichidan o'lib chiqqan deyiladi o'sha daraxt. Ko'ryapsizmi? O'sha. Ha. O'z xarsangdan toshdan giyoh unmaydi o'zi. Unmaydi. Unda na suv bor, na turpoq bor. Toshning ichida giyoh unmaydi. Bunchalik bir maysoz chiqmaydi. O'sha daraxt o'sha Hadisha onamizni qabrlarini ustiga o'stiradigan gaplar. Inshaalloh Alloh subhanahu Iloji yo'q. U yoq ham shunaqa tekismi? Erkaklar qo'yadi-yu, ayollarga ruxsat bermaydi. U yoq ham shunaqa tekismi yo alohida ajratib qo'yilganmi? Nima?
Ya 10 Qabrlar. maqbara qilib qo'yilgan. Maqbaram. Ha, 10 odamlar turishibdi yana. Aha. O'shaning nariyog'ida ko'rinadi. Hozir hamma yoq oppoq bo'lib turibdi, menda uzoqdan yaxshi ko'rinmayapti. Bitta Qur'on tilovat qilib Yo, u bid'at narsa. mumkin emasmi? Qilinmaydi. Hozir ziyorat qilinadi xolos. Bitta salomlashib qo'yamiz. Oshon hamshahlarga duo qilamiz, salomlashamiz. Xadicha onamiz domla. Ha? O'sha biror Ha. Salomlashamiz. Assalomu alaykum dara qavmin mu'minin. Assalomu alaykum dar qavmin mu'minin. Innakumul awwalun Innakumul awwalun was-sabiqun was-sabiqun wa inna insha'allahu wa inna inshaallohu bikum lahiqun. bikum lahiqun. Assalomu alayki ya Khadija. Assalomu alaykum ya Khadija. Ya ummul mu'minin. Ya ummul mu'minin. Ya zawjatin nabiy Ya zawjatul nabiy sallallahu alayhi wa sallam. sallallohu alayhi wa sallam. Jazakillahu anna Jazakallahu anna wa an jami'il mu'minin wa an jami'il mu'minin wal muslimin wal muslimin khayra jazaa'in. khayra jazaa'i. آمين بسم الله اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah. الله Khadija onamiz ikki kafanni egalari. يو حبيبي